Assalomu alaykum Namangan ahliga. Xudo xolasa Gazapoloq sexiga kelganmiz. Do'stimiz yangi ish faoliyatlarini yuritayotganlar. Ishlariga omad. Hozir ulardan batafsil ma'lumotlar olamiz. Sardorbek do'stimiz xudo xolasa ish faoliyatingizga omad. Gazapoloq to'g'risida batafsil ma'lumotlar beravering. Podpischilarimiz uchun xudo xolasa. Gazapologimiz 500 yillik markada chiqadi. Sifati yaxshi, xudo xolasa. Shu zamonaviylar uchun. Namangan bo'yicha xudo xolasa biz podpischilarimiz Instagramdan kelgan insonlar uchun qanaqa chegirmalar qilib bera olasiz va Namangan bo'ylab dastlabki xizmatlarni yo'lga qo'yib bera olasiz. Eng ozoni va dastlabki bizda. Kimga Gazapoloq kerak bo'lsa, xudo xolasa do'stimiz xizmatlari 24/7 narxlari bo'yicha konkret qilib beradilar. Instagramdan kelgan podpischilar uchun ham barcha vodiy bo'yicha yetkazib berish xizmatlari bor, xudo xolasa. Telefon qilib kelaverasizlar, nomerlarni qoldiramiz, xudo xolasa. To'raqo'rg'on eng sentrda joylashgan, chegaralanmagan miqdorda xudo xolasa bor. Muammosi yo'q, tugab qoldi, uyda bu yerda gaplar yo'q. Manzilga keladigan bo'lsa, issiqxona kirib kelishingizda, stadion, yosh stadionni orqa tarafida joylashgan manzilimiz. Manzillarni batafsil ko'rsatib o'tamiz. Nomerlarni opisanda qoldiramiz, chiqarib qo'yamiz. Xudo xolasa, kelib bemalol aloqa qilib olib ketishingiz mumkin. Oqtoshbetadan kelganingizda chap qo'lingizda yoshlik stadioni keladi. Shu yerdan kirib borasiz va mol bozorining oldidan o'ngga burilasiz va manzilimiz chap qo'lingizda keladi.